Atga chiqqan bo'lsam qo'yib yuboraman. Mayli, farqi yo'q endi. Rezultat bo'lsin. Qani? Ko'rdinglar endi buni? Testdan oldik. Endi natijani bir o'zingiz qani ochib ko'rsating. Bo'ldi, qarang. Bu biz yaqin ukamga, Dostonjonga yaqinda 5 yillik Angliya vizasini topshirgan edik. Hali natijasini bilmaymiz, hozir ochganda ma'lum bo'ladi. Lekin atga chiqqan bo'lsam qo'yib yuboraman. Mayli, farqi yo'q endi. Rezultat bo'lsin, anaqani ko'rsatamiz. Qani bismillah. Qo'ymasangiz kerak. Bo'ldi. Qiyin och. Sizga to'g'ri tushgan. Mana. Yo'q, musir tashlamaymiz, pastga qo'yib qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tak, oldin bularga boshqa viza olib berganmiz. Bularni keyincha ko'rsaman. Oldin 6 oylik olib bergan edik. Mana 2031-yilgacha berilgan Angliyaning 5 yillik sayohat vizasi mana. S vizasi. Dostonjon? Sog'olasiz. Realniy mana 5 yillik olib berganmiz, lekin pasportingiz vaqtli tugab qoladi. 2030 gacha ekan, lekin pasport viza 31 gacha desert qiladi. Xudo xolasa, lekin bu pasportni o'zingiz bilan olib qolsangiz bo'ladi. Ishonch oqadingmi? Albatta aka, rahmat. Alloh xayrli qilsin. Xudo xolasa bu ukamizni Amerikagacha o'zi yo'llari ochiq. Tabriklayman. Sog' bo'lasiz aka.